Assalomu alaykum hurmatli vatandoshlar va odatdagi yangiliklarimizni boshlaymiz. Boshlashdan oldin katta iltimos, meni ko'rayotgan bo'lsangiz, podpiskani bosinglar. Podpiska bizning kanalimizga rivojlanishiga juda ham yordam beradi. Iltimos, shuni bosib qo'yinglar. Moskva hamda Moskva oblasti va Sankt-Peterburgdagi hamyurtlarimizga 10 yillik stajiga ega ishonchli dokument xizmatlarini taklif qilamiz. Registratsiya va uni продление qilish, трудовой договор, уведомление, spravkalar, проверка bazalar xizmatlari mavjud. Muhim eslatma, Amina ilovasi to'liq ishlamaganligi sababli registratsiya qilmaganlar zudlik bilan ushbu xizmatdan foydalaning. Hoziroq ekrandagi raqamlarga qo'ng'iroq qiling yoki WhatsAppdan yozing. Assalomu alaykum. Endi u yo'q. Tramp Eronning yangi oliy rahnamosi o'lganligini taxmin qildi. Videodan to'liq xabardor bo'lish uchun videoga like va podpisatsiya tugmalarini bosib qo'ying. AQSh prezidenti Donald Tramp Eronning yangi oliy rahnamosi Mojtaba Xomanaiy haqida anchadan beri hech qanday yangilik olmaganini ta'kidlab, uning vafot etganini taxmin qildi. Bu haqda u Financial Times nashriga bergan intervyusida so'z ochdi. Tramp intervyu davomida urush boshida va undan keyingi zarbalar oqibatida Eronning ko'p yillik oliy rahnamosi Oyatulloh Ali Xomanaiy va ko'plab boshqa yuqori martabali mulozimlar halok bo'lgandan keyin mamlakatda allaqachon rejim o'zgarishi sodir bo'lishini aytgandi. Shuningdek, Tramp Ali Xomanaiiyning o'g'li va Eronning yangi oliy rahnamosi Mujtabo Xomanaiy yo o'lgan yo og'ir jarohatlangan bo'lishi mumkinligi haqida da'volarni takrorlagan. Eslatib o'tamiz, joriy yilning 9-mart kuni Eronda yangi oliy rahnamo saylangani e'lon qilingan edi. Ushbu lavozimda halok bo'lgan Ali Xomanaiiyning ikkinchi o'g'li 56 yoshda Mujtabo Xomanaiy egallagan. Tramp Eronning barcha neft quduqlarini yo'q qilish bilan tahdid qildi. AQSh prezidenti Donald Tramp Eronning barcha neft quduqlari va Xalq oroli yo'q qilish bilan tahdid qildi. Bu haqda u o'zining ijtimoiy tarmoqdagi sahifasida yozdi. Donald Tramp tez orada mojaroni hal qilish bo'yicha kelishuv qabul qilishni taxmin qilgan. Amerika Qo'shma Shtatlari Erondagi harbiy amaliyotimizni to'xtatish bo'yicha yangi va oqilona rejim bilan jiddiy muzokaralar olib bormoqda. Sezilarli natijalarga erishildi, deb yozdi Amerika yetakchisi. Donald Tramp tez orada mojaroni hal qilish bo'yicha kelishuv qabul qilishni taxmin qilgan. Agar biror sababga ko'ra yaqin orada kelishuvga erishilmasa va Hormuz bo'g'ozi zudlik bilan biznes uchun ochilmasa, biz Erondagi tashrifimizni ularning barcha elektr stansiyalari, neft quduqlari va Xalq orolni, ehtimol barcha chuchitish qurilmalarini ham portlatib butunlay yo'q qilish bilan yakunlaymiz. Biz hozirgacha ularga ataylab teginmagandik, deya tahdid qildi Oq uy rahbari. Eron urushining birinchi kunida Lamertda joylashgan turar joy hududi va sport zali ehtimoliy AQSh hujumiga uchragani aytilmoqda. Zarba oqibatida 21 kishi halok bo'lgan. Eron Pokiston kemalariga yo'l ochdi. Pokiston tashqi ishlar vaziri Iroqda Pokiston bayrog'i ostidagi kemalar harakati bo'yicha muhim yangilikni ma'lum qilgan. Uning aytishicha, Eron hukumati yana 20 ta Pokiston kemasining Hormuz bo'g'ozi orqali o'tishiga ruxsat bergan. Vazirga ko'ra, kemalar harakati bosqichma-bosqich amalga oshiriladi. Har kuni 2 tadan kema bo'g'ozdan o'tishi rejalashtirilgan. Bu qaror mintaqadagi dengiz savdosi va logistika jarayonlariga ijobiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. AQSh bo'ylab qurollar yo'q shiori ostida ommaviy noroziliklar namoyishi bo'lib o'tdi. Qo'shma Shtatlar bo'ylab 3200 ta shaharda millionlab odamlar Donald Tramp ma'muriyatiga qarshi namoyish o'tkazgan. Amerika qo'shinlari harbiy operatsiya boshlangandan beri Eron hududidagi 11 mingdan ortiq nishonni yo'q qildi. Bu haqda 29-mart kuni AQSh qurolli kuchlarining Yaqin Sharqdagi markaziy qo'mondonligi ma'lum qildi. Qo'mondonlik ma'lumotlariga ko'ra, zarba berilgan obyektlar orasida Eronning 150 dan ortiq harbiy kemalari bor bo'lib, ular yo'q qilingan yoki shikastlangan. Operatsiyaga turli kuch va vositalar, jumladan qiruvchi samolyotlar, strategik bombardimonchilar, aviatashuvchi kema, raketa esminetslari, suvosti kemalari, shuningdek Patriot zenit raketa majmualari va THAAD raketaga qarshi mudofaa tizimlari jalb etilgan. Qo'shimcha qilinishicha, Amerika qo'shinlarining asosiy sa'y-harakatlari ballistik raketalar, dronlar, harbiy dengiz tahdidlari va Eron harbiy sanoat bazasi elementlarini yo'q qilishga qaratilgan. Eslatib o'tamiz, avvalroq Amerika Qo'shma Shtatlari mojaro boshlangandan beri Eron raketa arsenalining
faqat 1/3 qismi yo'q qilinganini ishonch bilan tasdiqlay olishi mumkinligi haqida xabar berilgan edi.